cheksiz hayrat, torga ingan nola, ko'ngil munojoti, soz jaranga, kuy zavqi, tahayyul, tafakkur, tasavvur, bari maqomda mujassam. Maqom xalqimiz vujudidan sizib chiqqan ohang. Shu bois u asrlar osha yashab kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan milliy merosimizni ko'z qorachig'idek asrab avaylash, uni yoshlarga bezavol yetkazish borasidagi ezgu sa'y-harakatlar milliy maqom san'ati rivojiga ko'rsatilayotgan g'oyat ulkan e'tibor va g'amxo'rlikdan darak bermoqda. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 17-noyabrdagi o'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari esa san'atimiz tarixidagi unutilmas voqea bo'ldi. Mazkur hujjat o'zbek maqom san'atini chuqur o'rganib, o'ziga xos ijro maktablari va an'analarni yangi bosqichda ravnaq toptirish, uning oltin fondini yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish, shuningdek keng targ'ib qilishda g'oyat muhim ahamiyat kasb etdi. Milliy maqom san'ati rivoji yo'lida ko'rsatilayotgan cheksiz e'tibor barcha ijodkorlarga ilhom, ijod zavqini bag'ishlamoqda. Maqom san'atini yanada rivojlantirishda tashkil etilayotgan ijodiy uchrashuvlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, O'zbek milliy maqom san'ati markazi Navoiy viloyati hududiy bo'limida O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi, Lazgi ashula va raqs ansambli rahbari Og'abek Sobirov bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Jarayonda ustoz san'atkor maqom yo'llarida yaratilayotgan asarlarning ahamiyati, davlatimiz rahbari tomonidan maqomga qaratilayotgan ulkan e'tibor, bu yo'lda har bir ijodkor kamarbasta bo'lishi lozimligi ta'kidlab o'tildi. Qolaversa, ustozoda san'atkorga namunali maqom markazi tomonidan bir nechta asarlar ijro etildi. San'at darg'alari bilan tashkil etilgan ijodiy uchrashuvlar Navoiy viloyati bo'ylab davom etadi.